Assalomu alaykum barchaga 34 yil deganda 8-urinishda jahon chempionatiga ilk bor chiqqanimiz muborak bo'lsin. Hech qachon bizani mana shu jahon chempionati saralash davomida 4 yilda faqat bitta murabbiy boshqarmagan. Har xil murabbiylar almashib boshqargan, lekin o'shalarning ichida eng zo'ri kim bo'ldi? Srechko Katanis bo'ldi. Mana shu O'zbekistonni mana shu holga keltirgan Srechko Katanis bo'ldi. Ko'pchilikdan so'rasanglar aytishadi, eski terma jamoamizni bilganlar yaxshi bilishadi. O'zbekiston terma jamoasini bundan ham, hozirgi avloddan ham kuchli tarkibi bo'lgan muqaddam. Lekin o'sha bolalarni jahon chempionatiga olib chiqa olishmagan. Bunga sabab yaxshi murabbiy bo'lmagan, ikkinchisi mana bunaqa yo'llanma beradigan FIFAni bizga tuhfasi bo'lmagan. Hozir aytishinglar mumkin, O'zbekiston baribir ikkinchi o'rinni olib turib, o'sha 4 talik yo'llanma bo'yicha chiqdi-ku deb. Lekin oldin guruhli 2 ta edi, hozir guruhlar 3 ta. O'shaning hisobiga asosiy raqobatchilarimiz boshqa guruhlarga ketib qolganning hisobiga biz Erondan keyingi bu guruhga eng katta yetakchisi bo'lib turib, ikkinchi o'rindagi jamoasi bo'lib turib, o'sha ikkinchi o'rin bo'yicha chiqyapmiz. Undan tashqari bu o'yinda O'tkurbek Yusupov qahramon bo'ldi. Boshqa futbolchilardan farqli o'laroq o'zini zo'r ko'rsatdi, lekin boshqa o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatgan Abbos Fayzullayev, Jaloliddin Masharipov, Odil Hamrobekov tinmay yuguradi. Bu o'yinda Otabek Shukurov juda ham zo'r o'ynadi. Hammasini e'tirof etish kerak. Hammasidan ko'proq o'sha mana shu sistemani qo'yib ketgan Srechko Katanisga rahmat etish kerak. Sog'lig'i xavf ostida bo'lsa ham mana shu terma jamoamiz uchun oxirigacha turib bergan inson sifatida tariximizda qolish kerak. Temur Kapadze bo'lsa doim tayyoriga kelgan va tayyor ish qilgan. Shu inson haqida gapirmoqchi emasman Temur Kapadze to'g'risida, faqat gapiradigan bo'lsam trener Srechko Katanisni ulug'layman, futbolchilarning mahoratini aytishimiz mumkin. Kelinglar, tabrikli o'zini yo'liga, boshqa blogerlar tabrikli urishsin, boshqa nimalar chiqarsa, mana bu o'yinni tahlil qilaylik. Birlashgan Arab Amirliklari mezbon o'laroq 1-dekadani 10 daqiqalikni bizga pressing bosim o'tkazgan holda o'tkazdi. Raqibni ko'zlagan maqsadi bizani qo'rqitib qo'yish edi. Ko'pchilik bo'lib turib oldinga chiqmasligimiz uchun. Bu ishladi rostdan ham. Boshida Birlashgan Arab Amirligi o'ynadi. Keyin to'pni o'zimizga olib, nazoratni o'z qo'limizga oldik. Bu bizani ishmidi? Yo'q, bu bizani ish emas edi. Bizani ish yuqorida pressing qilish edi. To'pni raqibni o'zi bizga berdi, chunki Olariuni tahlil qilganimizda aytgandikki, u to'psiz yaxshi o'ynaydi, orqada o'ynaydi, himoyada zichlashib o'ynaydi, keyin to'p o'ziga o'tganida tezkor qarshi hujumlarga o'tib ketadi degan edim. Undan tashqari qanotlarini ham alohida e'tirof etgan edim. Xuddi shunaqa bo'ldi. Qanotlari yaxshi faol o'ynadi. Undan tashqari markazi ham zo'r o'ynadi, lekin o'sha markaz